Bilasizmi, ona tili qanday til? Bolajonim, maktabga yaxshi yetib olgan. Ha, yo'llardan ehtiyot qil. Xo'p, jonim bolam, asal bolam. O'zimni erka bolam. Asal. Xo'p, mayli, xayr. Yaxshi yetib ol. Ha. Men maktabdan qaytganimda. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Qanaqasan? Yaxshi keldingmi? O'qishlaring qanaqa? Charchamadingmi? Necha qolding? 5 Qo'lingdan o'chib ketganda? kun davomida. Mana bolajonim, ol asal bolam mani. Mana o'zimdan ol jonim. Shunday qilib bolakay ota-onasi bilan uzoq va baxtli hayot kechiribdi. Senga yoqdimi? Ha, Endi yotib uxlaydi, xo'p? Men seni yaxshi ko'raman. men ham sizni yaxshi ko'raman, onajon. Yaxshi tamom. Ha. Bu men uchun haqiqiy ona tili.